Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yolg'on. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldi bilan biz diqqatingizga huzurini sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tanishtiramiz. Diqqatingizda Ma'rif jamiyati oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Yig'inda birlik va barobarlikning g'albi nusratning ochquchi ekanligi haqida bu yig'inda mushu temalar to'xtaldi. Shundaqla Jiang Chunshanning ziddiyatlik bayonotlari, ma'lum Xitoyninki ikki yig'ini ekilayotgan mushu mezgillarda 200 ga yaqin muxbirlarga bergan, chet el davlat ichi va sirtidagi muxbirlarga bergan bayonotlarda Xitoy doiralarininki Jiang Chunshan boshchiligidagi bularninki ziddiyatlik so'zlari haqidagi xabarlarimiz bo'ldi. Shundaqla bu haqda maxsus doktor Erkin Akram bilan o'tkazgan suhbatimiz ham bo'ldi. Shundaqla Koreyadagi cho'ng harbiy manevrining Xitoyni andishiga sog'anligi haqidagi xabarimiz iqtimoli bo'ldi. Janubiy Koreya bilan Amerikaning tarixdagi eng ko'p askar qatnashtirilgan keng ko'lamdagi, cho'ng ko'lamdagi bu harbiy manevr haqida. Shundaqla Sudan prezidenti Umar al-Bashirninki buddist rahiblar tarafidan zulm uchrayotgan, yillardan buyon zulm uchrayotgan Arakan musulmonlarni o'z davlatiga kelishga qarshi oldiganligini bildirib qilgan chaqiriq haqidagi xabarimiz. Bu va buningdan boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Ma'rif jamiyatida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida 3-oylik uchrashuv o'tkazildi. Suhbatda birlik barobarlikning g'albi nusratning ochquchi ekanligi ta'kidlandi. İstanbul'da faaliyet elib berayotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida har oyda o'tkazilib kelayotgan oylik uchrashishning bu oylig'imi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Juma kuni kech jamiyatning chapidagi markazda elib berilgan uchrashishga muhojiratda yashayotgan har sohadagi Uyg'urlar ishtirok qildi. Suhbat boshlanishidan burun Gollandiyada yashab olamdan o'tgan marhum Abdurazzoq Bayroq apandining ruhiga atab duo tilovat qilindi. Suhbat Qur'on tilovati bilan boshlandi. Dini alim Abdulhakimxon Maqsumajim Allohning diniga butun vujudi bilan qaytish va bo'linmaslik haqida vaz nasihat qildi. U Qur'oni Karimdan Sura Rumning Allohga tavba bilan qaytinglar, Allohdan qo'rqinglar, namozni ado qilinglar, mushriklardan bo'lmanglar. Sizlar dinda ixtilof qilishib, firqa bo'lib, har firqa o'z dini bilan xo'shallandiganlardan bo'lmanglar degan oyatlarni tarjima qilib, qisqacha tafsirlab o'tdi. Hozirgi sharoitda o'zimizni yuqorqi oyatning ruhi bo'yicha isloh qilishning har qaysi sohalarda din uchun musulmonlarning, jumladan Sharq Turkiston musulmonlarining islomiy ozodligi uchun xizmat qilayotganlarga to'g'ri pozitsiyada qarash, o'zaro hurmatlash, ittifoqlasholmagan taqdirda bo'linmaslik, bir-birining haqqida duo qilishning naqadar muhim ekanligi haqida to'xtaldi. Birlik barobarliksiz natijaga erishilmaydi. Bu xil turdaki Allah ve Allah'ın peygamberi çekilgen bundan paslık, kalaklıktan biz tamamen özümüzde ıslahlaşımız lazım, özümüzde kurtuluşumuz lazım. Yakın hulasın galben, nicatlık, dünya ve ahiretin bakti gelişiş birlik beraberlikle bağlıdır. Birlik beraberlik muşkiltki ansızlıklara hatim biriş baklıdır. Muşkiltki ansızlıklara hatim biriş her bir şahsına insaflığı baklıdır. Hemmeden insaf kılış lazım. Her karşı sahalarından mehir muhabbetini, inak ittifakını, kırındaşlık, kuşayıskan, gerçsiz şerket tutmuş lazım. Arqadan dini alim İbrahim Damollam Allah'ның yolda ümitsizlenmeslik, lekin ziyade hayacan ve yengilteklik bilen mu hareket kılmaslık toğrusida Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadis şeriflerden misal keltirip tebliğ kıldı. Ümit, birlik, ittifaqlıqning davayimizda g'alba qilishning ochquchi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Uchrashuv kollektiv duo qilish bilan oxirlashdi. Allah davada, ahda, amanetin üstü geliş yollarda, mesuliyetini ada kılış yollarda müstehkem tuğallah ile beraber. Uyg'urlar Türk dünyası şəhərlik hükümetler birligini ziyaret qildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining idora hay'at rahbarlari
Osmanlı hüccetlerinde Şarkı Türkistan namlı kitabını nashr qildirgan Türk Dünyası Şəhərlik Hükümetler Birliğini ziyaret qildi ve Şarkı Türkistan xalqining minnatdarligini yetkizdi. Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin idare heyət rəhbərləri Osmanlı hüccətlərdə Şərqi Türkistan namlı kitabını nashr qildirgan Türk Dünyası Şəhərlik Hükümetler Birliğini ziyaret qildi və Şərqi Türkistan xalqining minnatdarligini yetkizdi. 4 mart Cuma günü tushdan keyin Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin rəisi Hidayetullah Oğuzxan başçılığındakı cəmiyyət rəhbərləri Türk Dünyası Şəhərlik Hükümetler Birliğini ziyaret qildi. Birlikning baş katibi Doktor Fahri Solak cəmiyyət rəhbərlərini kütüb aldı. Hidayetullah Oğuzxan Türk Dünyası Şəhərlik Hükümetler Birliğinin Osmanlı hüccətlərdə Şərqi Türkistan namlı kitabını nashr qildirganligiga cəmiyyət və Şərqi Türkistanlıqlar nomidan rahmat aytadiganligini bildirdi. Ziyaret jarayonida cəmiyyət rəhbərləri Doktor Fahri Solak bilan Şərqi Türkistanning tarixiy yaqinqi vaziyati haqida fikr almashtirdi. Mutaxassislarning qarashicha Türk Dünyası Şəhərlik Hükümetler Birliği tarafidan nashr qilingan Osmanlı hüccətlərdə Şərqi Türkistan namlı 581 betlik cho'ng hajmli kitob Osmanlı Şərqi Türkistan munosabatlariga oid muhim bir tarixiy bo'shliqni to'ldirdi ekan. İstanbul'da açılgan dünya musulmonlarining vaziyati yig'inida Şarkı Türkistan o'ttirg'a qo'yildi. İstanbul'da dünya musulmonlarining vaziyati Arakan, Suriye ve Şarkı Türkistan temasida yig'in o'tkazildi. Yig'inda Şarkı Türkistan haqida ma'lumot berildi ve Şarkı Türkistan vaziyati haqida ishlangan film ko'rsatildi. 6 mart kech İstanbulning Osiyo tarafidagi afsona to'y markazi zalida o'tkazilgan bu yig'inni Okur Der namli bir ommaviy tashkilot uyushtirgan bo'lib, Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin baş katibi Abdulahad Abdurrahman Uyg'urlarga vakolatan taklif bilan qatnashdi. Mingdan ortiq kishi ishtirok qilgan bu yig'in Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Okur jamiyatining boshlig'i ichilish nutqi so'zlagandan keyin Abdulahad Abdurrahman sahnaga taklif qilindi. U Şərqi Türkistanning tarixiy, jo'grafiyasi, ahamiyati, ishg'oldan keyingi mazgili va hozirgi vaziyati haqida to'xtaldi. Uning so'zi yarim soatdan oshiqroq davomlashdi. Yig'inda yana Arakan va Suriya musulmonlarining vakillari navbat bo'yicha so'z qildi. She'r deklamatsiya qilindi. Garchi bu yig'inning temasi dunyo musulmonlarining vaziyati bo'lsa-mu, lekin yig'inda asosan Şərqi Türkistan temasi asosliq o'rinda turdi. So'z qilg'ichlarning hammasi Şərqi Türkistan vaziyatini tilga olib o'tdi. Yig'in oxirida Şərqi Türkistanning vaziyati haqida ishlangan 30 minutlik film qo'yildi. Xalqaro ayollar bayrami kunida Xitoy Uyg'ur ayollarga qarata siyosiy tashviqotni kuchaytirdi. Xitoy doiralari 8 mart Xalqaro ayollar bayramidan foydalanib, Uyg'ur ayollarga qaratilgan siyosiy tashviqotni kuchaytirishga urindi. 1977 yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti qurultiyi bir qaror ma'qullagan bo'lib, har qaysi davlatlarni o'zining tarixiy va milliy an'ana, urf-odati bo'yicha bir yil ichidagi ma'lum bir kunni tanlab Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar huquqi va dunyo tinchlik kuni qilishga taklif qilgan. Xalqaro ayollar bayrami bo'lsa 3-oyning 8-kuni qilib bekitilgan. Xitoy 8 martni bayram kuni qilib bekitgan davlatlarning biri bo'lib, bu kun Xitoyda har xil faoliyatlar bilan tabriklanmoqda. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqi Turkistonda bo'lsa, ayollarning haq-huquqlari, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ishlarda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarini tabriklash maqsad qilingan bu kun suiiste'mol qilinib, ayollarga qarata siyosiy tashviqot kuchaytirilgan. 8 mart Tangritog' to'g'rida Sharqi Turkistondagi Xitoy partikom sekretari Jang Chunshanning har millat ayollarga yozgan xati berilgan. Xatda Jang Chunshan ayollardan millatlar ittifoqligi va ijtimoiy muqimlikni ilgari surguvchilardan bo'lishni talab qilgan. Şərqi Türkistanning har qaysi joylarida ayollar atalmış asabiylikni tugutish, millatlar ittifoqligi qatorliq temalarda imzo qo'yish, qasam berishdek turli shakldagi siyosiy tashviqot faoliyatlariga uyushtirilgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Uyg'ur musulmon ayollarga bayramni zo'rma-zo'r tengib, ularni bundoq faoliyatlarga selishini, ayollarga hurmat qilganlik, haq huquqini qo'g'diganlik bo'lmasin, balki ularga haqorat qilganlik, haq huquqiga daxli taruz qilganlik bo'ldi deb ko'rsatdi. Uyg'ur ayollarining vaziyati diqqat tortdi. Xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan Turkiyada elib berilgan bir qism faoliyatlarda e'lon qilingan bayonotlarda qatmuqat besim ostida yashayotgan Uyg'ur ayollarining vaziyati tilga olindi. Şərqi Türkistan Madaniyat və Həmkarlıq Cəmiyyəti ayollar bölümü başlığı Rabia Elektrik xanım tərəfindən e'lon qilingan bayonotda Uyg'ur ayollarının tug'ish huquqining qo'lidan elinganligi bayon qilingan. Bayonotda mundaq deyilgan:
Sharq Turkistonlik ayollar ona bo'lish huquqidan va shafqat bilan cho'ng qiladigan bir farzandga jon berish huquqidan mahrum qilindi. Ularning ona bo'lishi cheklandi. Xitoyning asli maqsadi planliq tug'ut nupus siyosati emas, balki Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilish va kelgusini yo'q qilishdir. Tug'ut cheklash siyosati ostida bovoqlar elib tashlanganga o'xshash necha minglagan ona hayotidan ayrildi. Necha minglagan ona tug'mas holga keltirildi. Bayonotda yana Uyg'ur onalarining eng cho'ng tragediyalaridan birining begunoh tutilib turmalarga qamilayotgan yoshlarning orqasidan yuraklari pari-pari bo'lib azob ichida ko'z yoshi to'kishi ekanligini bildirgan. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limi boshlig'i Munavvar Uyg'ur xonim 8 mart xalqaro ayollar bayramining Uyg'ur ayollari uchun hech qanday ma'no ifoda qilmaydiganligini, chunki Uyg'ur ayollar butun insoniy haq huquqidan mahrum qilinganligini, dunyodagi boshqa ayollardek haq huquqqa ega bo'lib yashash kerakligini, buning uchun kurash qilish kerakligini ifodaladi. Turkiya Ma'murlar uyushmasi Ayollar komiteti 8 mart Dunyo ayollar bayrami munosabati bilan muxbirlarni kutib olish yig'ini uyushtirdi va xalqaro jamoatni Suriya, Misr, Falastin, Sharq Turkiston, Iroq, Bosniya, Hersekdagi ayollarga qarata yurgizilayotgan zulmlarga xotim berish uchun birlikda harakat qilishga chaqiriqildi. Bayonotda mundaq deyildi: Suriyada, Misrda, Falastinda, Sharq Turkistonda va Bermada, Iroqda, Bosniya, Hersekda biz xohlamaydigan tragediyalar yuz beryapti. Afsuslanarligi, kishilik huquq qo'g'dug'uchisi ekanligini da'vo qilgan Yevropa allari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti masala musulmonlarning masalasi bo'lgan hamon bu insoniyat qalbidan chiqqan vaziyatga har qatimqadak sukut turib, ustiga tushgan mas'uliyatni ado qilmayotdi. 8 mart xalqaro ayollar bayrami kuni Saodat partiyasi ayollar bo'limi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Sharq Turkistonlik Uyg'ur ayollarining qattiq qo'lliq va iskanji ostida yashayotganligi tilga ilindi. İstanbul'daki Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati qaramog'idagi Safaköy ona til yaslisi va Qur'on kursining mas'uli Ra'na xonim ziyoratimizni qabul qilib, muhojirat hayotida ayollarni tarbiyalash, ularga ilm, munozara so'rini hozirlab berishning muhim ekanligini bildirdi. Xitoy amaldorlari bostirish harakatlarini davomlashtiradiganligini bildirdi. Beijingda ichilayotgan ikki yig'in mezgilda Xitoy amaldorlari orqa-orqadan atalmış terrorizmga qarshi kurashning davomlashadiganligini bildirdi. Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonga qo'ygan sekretari Jang Chunshan Sharq Turkistonda zo'ravon terrorlik voqealarining tuvalliganligini, lekin qattiq zarba berish harakatini davomli elib boradiganligini bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy xalq qurultiyi raisi Jang Dejang dunyoviy ayblashga uchragan terrorlikqa qarshi turish qonunini oqladi va Xitoyda terrorlikqa qarshi kurashning yana kuchaytirilganligini bildirdi. Xitoy doiralari o'tgan yil dekabr terrorlikqa qarshi turish qonunini ma'qullagan va uni bu yil yanvardan boshlab kuchga ega qilgan edi. Xitoyning xalq qurultiyi va siyosiy kengash yig'ini ochilishi oldida Amerika, Kanada, Germaniya va Yaponiyaning Xitoy turishliq bosh elchilari va Yevropa ittifoqining Xitoy turishliq elchisi 1-oyning 27-kuni Xitoy JX ministri Go Shinkunga birlashma imzoli xat sunib, Xitoyning terrorizmga qarshi turish qonuni, tor bexatarlik qonuni loyihasi va chegara sirtidagi hukumatsiz tashkilotlarni boshqarish qonuni loyihasiga bo'lgan andishini bildirgan edi. Ular Xitoy tahdid deb his qilib olgan qilmishlardan boshqa, hatto tinch shakldagi noroziliklarning mazkur qonunda terrorlik deb sharhlanganligidan andishlanganligini bildirishgan. Jang Dejang Xitoyning yangi bexatarlik qonunining Xitoyning davlat ahvoli va amaliyotini chiqish qilganligini, Xitoycha alohidalikka ega davlat bexatarligi yo'lda qonuniy asosni mustahkamlash uchun ekanligini aytdi. U yana xalqaro va davlat ichidagi terrorizmga qarshi turish vaziyati intayin murakkab ahvol ostida terrorizmga qarshi turish xizmatini texmi muhim o'ringa qo'yish kerakligini ta'kidlagan. Jang Chunshanning ziddiyatlik so'zlari kuzatuvchilarning diqqatini tortdi. Beijingda Xitoy qurultiyiga qatnashayotgan atalmış Xinjiang vakillar o'maki 8 mart muxbirlarni kutib olish yig'ini ochdi. Yig'inga Xitoy va chet el taratqullarining 200 ga yaqin muxbiri qatnashdi. Yig'inda Jang Chunshanning ziddiyatlik so'zlari diqqat tortdi. Sumruq televiziyasining muxbiri Sharq Turkistonning muqimlik vaziyati haqida savol so'raganda Jang Chunshan bosh oxiri bir-biriga zid bo'lgan so'zlarni qildi. U beshida Xinjiangning vaziyati muqimlikqa, yaxshilanishga qarab taraqqiy qilyotdi. Zo'ravonlik, terrorlik deyilolari zo'r darajada ozayotdi. Zo'ravonlik, terrorlik deyilolarining oldini olish, uningga zarba berish, uni bartaraf qilish iqtidori uzluksiz eshyotdi. Din asabiyligi kayfiyati ko'rinarli suslayotdi degan.
Arqadilla Şinjan duch kelgan xalqaro terrorlikqa qarshi turish vaziyati barg'ansiri murakkablashyapti. Intayin ig'ir terrorlikqa, bo'lgunchilikka qarshi turish vazifasi zimmasiga yuklandi degan. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoy doiralarining zo'rig'a Sharq Turkistonning vaziyatini yaxshi qilib ko'rsatishga urinib turib, yana vaziyatning kaskin va yomonlashayotganligini tilga elishi Sharq Turkiston vaziyatining yanada jiddiy ekanligini, Xitoyning nurg'un voqealarni sirtqa oshkorlamasdan sir tutayotganligini ko'rsatib berdi ekan. Fransiya axborot agentligining xabarida naql qilib aytilishicha, o'tgan yili Sharq Turkistonda nurg'un qatim qonliq voqealar yuz bergan. Lekin Xitoy yangi Ipak yo'li qatorliq siyosatlarni tashviq qilish uchun amal bar Sharq Turkistonning ahvolini yaxshi ko'rsatishga uringan. Reuters agentligining aytishicha, Xitoy doiralari o'tgan yili 11-oyda Xitoy qurolli soqchilarining 9-oyda Sharq Turkistonning janubida bir ko'mirkonga hujum qilgan 28 kishini o'ldirganligini e'lon qilgan. Xitoy doiralarining nima uchun bu ishni vaqtida xabar qilmaganligi hozirgacha aniq emas ekan. Xitoy bundan burunmi bir qism voqealarni vaqtida xabar qilmagan. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Biz bu vaqtda Anqara Hacettepe Universiteti Tarix fakültesi o'qituvchisi, shundaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir Anqarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor, oldindan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor, sizga ma'lum, Xitoy o'sha 12 navbatlik Xitoy xalq qurultayining 4-yig'inini echiyotdi, oxirlashib qolgan bo'lishi mumkin. Şu 8-martda bo'lib, şu Şinjan vakillari bilan Jan Chunshan boshchiligidagi Şinjan vakillari şu Beyjingda davlat ishchi sirtidagi, yani 130 dan ko'proq axborot vositalarininki 200 ga yaqin muxbirlarga axborot e'lon qilish yig'ini ochib, bu yerda bizning vatandagi taraqqiyotlar, vatandagi Şinjanning muqimligi hamda ularni tilib aytganda zo'ravonlik qarshi turish, terrorlik qarshi turishlar to'g'riliq muxbirlarning savollariga javob berdi. Bu yerda albatta Xitoy axborotlari hech qanday o'zininki e'lon qilgan narsalarda chet el muxbirlarininki, nufuzli axborotlarninki ulardan so'rgan savollari haqida hech qanday bir ma'lumot yo'q asos jihatidagidek. Faqat o'zininki davlat ichidagi muxbirlar so'rgan savollarga javob berib, shu javobidami Jan Chunshanninki javoblaridami qarasak nihoyatda ziddiyatlik bir-biriga. Başta qilgan so'zda Şinjanning vaziyati muqimlikqa, yaxshilanish qarab taraqqiy qilyotdi. Zo'ravonlik, terrorlik deydilar, zo'r darajada ozyapti degandek gaplarni qiflam. Yana oqisdan 1 minut o'tmay Şinjan duch kelgan xalqaro terrorlik qarshi turish vaziyati barg'ansiri Şinjanda murakkablashyapti. Intayin ig'ir terrorlikqa, bo'lgunchilikka qarshi turish vazifasi zimmamizga yuklandi degandek bir-biriga tamoman zid bo'lgan bunda ifodalarni bildirdi Xitoy axborotlarida, bu ochiq bo'lamdi. Shuni asos qilgan holatda albatta siz boshqa axborotlarni ta'qib qilib turayotgan bir mutaxassis, shuni qanday qaraysiz Jan Chunshanning so'zlarini? Xitoyninki bir alaydligi mushu hamda. Aldıda degan gaplar hamda bir teşviqat bir ma'noda davotidu. Bu keyingi gibi hamda haqiqatni o'tirib qo'yibdi. Xo'sh. O baştaki gapni mushu xalqqa anlatyotdi. Oxidagi gapni aslında mushu markaz hukumatga anlatyotdi. Ya'ni o'zlarininki mushu Sharq Turkistonda qanday bu vaziyatlarga qarshi qanday qilayotganligini, shunda tez kunda, tez ahvollardami o'zininki qobiliyati bilan mishani mushu rayonninki muqimligini qanday tutib turganligini sözleşke tirişiyordu demdi. Bu yalnızlık bu kıtımki jığın emas, burunki jığınladı mı? Yani okşaş gaplar bular. Xo'sh. Şununla bu Xitoyninki shundak ifodalarini mushu haqiqat tarafini o'qib, andan keyin mamlakatninki vaziyatni ajna qilib tushunsa bo'ladi demdi. Erdoğan ayollar farzand tuqqanligi sababidan jazoga uchirmasligi kerak dedi. Türkiye Haq, Adalet ve İş Uyuşmasi tarafidan uyushtirilgan 5-qatimli xalqaro xonim qizlar yig'inida qatnashgan Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan ayollar haqida muhim so'z qildi. Yig'inda so'z qilgan ayollardan biri Erdo'g'anni yig'latdi. 8 Mart Xalqaro ayollar bayrami kuni munosabati bilan Türkiye Haq, Adalet ve İş Xizmat Uyushmasi tarafidan uyushtirilgan 5-qatimli xalqaro xonim qizlar yig'iniga qatnashgan Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan
Yig'inda so'z qilib, ayollarning haq-huquqlarining qo'g'dilishi kerakligini ta'kidladi va ayollar farzand tuqqanligi sababidan jazolantirilmasligini, balki farzand tug'ib berganligi uchun mukofotlanib, hurmatga sazovor bo'lishi kerakligini ta'kidladi va ayollarga haqsizlik qilish butun insonlarga haqsizlik qilganlik hisoblandi. Adolat mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, mayli o'smir bo'lsin, mayli yashangan kishi bo'lsin, butkul insonlarga munosabatlik muhim bir masala. Shuni alohida ta'kidlaymanki, ayol bo'lmagan yerda insonning bo'lishi mumkin emas dedi. Asıl olan kadının nisa yani insan sıfatıyla kabul edilmesidir. İşte kitabımız Kur'an-ı Kerim bir sureyi nereye ayırmış? Kadına. Nisa suresi. İşte o zaman eşitliği değil, adaleti tartışmaya başladığımızı göreceğiz. Adalet, erkek, kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm insanları ilgilendiren bir sorundur. Unutmayınız, kadının olmadığı yerde insan da yoktur. Bunun için kadın olmak, peşinen imtiyazlı olmak demektir. Ve kadın çocuk doğurduğu için cezalandırılmaz. Tam aksine kadın çocuk doğurduğu için mükafatlandırılır. Onun için bizim değerlerimizde, bizim inancımızda cennet babaların ayakları altında değil, annelerin ayakları altındadır. Onun için annelerin ayaklarının altı öpülür. Ben öptüm, siz de öpün. Yig'inda yana ishchilarga vakolatan so'z qilgan Xadija Gungur xonimning Jumhur raisiga qilgan xitobi salondagi nurg'un kishilarga o'xshash Jumhur raisi Erdo'g'anni yig'latdi. U 2 yil ilgari Erdo'g'anga yozgan xatini asriltib, shu maktubidagi duosini salonda qayta o'qib o'tdi. Uning duosining eng ta'sirli yeri Rabbim agar mening umrim bo'lsa, uningga ber degan yeri bo'lib, salondagi hammalarni hayajonlantirdi. Duoning hammasi tarjima qilish ehtiyoji his qilmadik. Çünkü onun duasını anlayan her qanday kişi to'liq tushunadi. Tövende diqqatinglar onun duasida bo'lsin. Allah'ım, Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömür ver. Allah'ım, Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini tamamına erdirmeyi nasip et. Allah'ım, çünkü ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet buna ömrü vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annenizin ak sütü gibi helal olsun Cumhurbaşkanım. Benim 2 tane yavrum var. Bu yavrularıma herkes annelik yapabilir. Fakat benim güzel yurduma, insanlığa ve İslam'a herkes güzel hizmet edemez. Polat tömür zavodlarini taqash Sharqi Turkistonda eng cho'ng besim shakllantirgan. Xitoy doiralari polat tömür va ko'mir sohasidagi ishlab chiqarish eshib ketish masalasini hal qilish uchun bir turkum polat tömür va ko'mir ishlab chiqarish korxonalarini taqashni planlagan. Chet el matbuotlarining bildirishicha, bu sohalardagi zavodlarni taqashning Sharqi Turkistonga ko'rsatgan ta'siri texmi cho'ng bo'ldi ekan. Germaniya to'lqinlari to'rining xabar qilishicha, Sharqi Turkistonda polat tömür ishlab chiqarish miqdori 10 million tonnaga yetadigan bo'lib, Amerikaning yillik polat tömür ishlab chiqarish miqdorining 10dan 1ga teng keladi ekan. Hozir Sharqi Turkistonda polat tömür ishlab chiqarishni azaytish plani Xitoyga zo'r xiris elib keldi ekan. Beijing chuqum ish o'rinlarining ozayib ketishining muqimlikka ta'sir ko'rsatmasligiga kafolat qilishi kerak ekan.
Xitoy bo'lsa to'qimachilikqa ilhom berish orqali bo'shliqni to'ldirmoqchi bo'lgan. Reuters agentligining bildirishicha, kelgusi 2-3 yilda Xitoy mamlakat miqyosida bir turkum korxonalarni taqashni planlagan. Buningga chetishlik ishchi xizmatchi soni 5 milliondan 6 milliongacha ekan. Sharqiy Turkistondagi 1-avgust Polat shirkatining bir xodimining aytishicha, ahvol intayin og'ir bo'lib, nurg'unlagan yangi qurilgan po'lat temir korxonalari taqilib qolgan. Po'lat temirning bahosi izchil tuvanlamoqda ekan. Kasb sohasidagilarning bildirishicha, Sharqiy Turkistonning eksport fursati intayin cheklik bo'lib, ichki ehtiyoj mahsulot eshib ketish masalasini hal qila olmaydi ekan. Xabarda aytilishicha, Sharqiy Turkistondagi po'lat temir korxonalaridagi ishchilar asosliqi Xitoylar ekan. Siyasi kengash vakilining so'zlari o'chirib etildi. Xitoy siyasi kengash a'zosi bilan elib berilgan suhbatning o'chirib etilishi diqqat tortdi. Suhbatda siyasi kengash a'zosi ommaning ifodalash erkinligining kapolatga ega qilinishi kerakligini ta'kidlagan ekan. Xitoyda bir qadar jur'atlik deb qaralib kelgan Sayshin to'rida yaqinda bir siyosiy kengash a'zosi bilan elib berilgan suhbat o'chirib etilgan. Bu siyosiy kengash a'zosi ommaning ifodalash erkinligining kapolatga ega qilinishi kerakligini ta'kidlagan. Orqadan mazkur turdagi suhbat o'chirib etilganligi haqida yozilgan 2 parcha maqolami o'chirib etilgan. Bu ish chet el taratqullarining kuchli diqqatini tortdi. Sayshin taratqusining inglizcha to'rida dushanba kuni siyosiy kengash a'zosi bilan so'z erkinligi to'g'risida elib berilgan suhbatning Sayshin to'ridan o'chirib etilganligi haqida maqola e'lon qilingan. Maqolada 3-oyning 3-kuni Sayshin to'rida e'lon qilingan mamlakatlik siyosiy kengashning a'zosi Shanxay Moliya iqtisod universitetining professori Jiang Hong bilan elib berilgan suhbatning 5-chisda majburiy o'chirib etilganligi tanqid qilingan. Maqolada bildirilishicha, garchi mamlakatlik siyosiy kengashning raisi siyosiy kengash a'zolarining erkin fikr ifodalashiga ruxsat qilish kerakligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, lekin hukumatning bir tekshirish organi siyosiy kengash a'zosi bilan elib berilgan suhbatni o'chirib o'tgan. O'chirilish sababi qonunsiz mazmunlarni o'z ichiga olish ekan. Igilnicha bu organ Xitoy aloqa to'ri uchur ishxonasi ekan. Bu inglizcha maqolami uzunga qolmay qamal qilingan. 3-oyning 5-kuni Sayshin to'rida mazkur siyosiy kengash a'zosining so'zlarining qonunsiz deb ko'rsatilishining qabul qilg'usiz bir ish ekanligi haqida maqola e'lon qilingan. Bu maqolami o'chirib etilgan. Shuna qilib navbatda 3-sida va 5-sida e'lon qilingan 2 parcha Xitoycha suhbat xotirasi va 1 parcha inglizcha maqola o'chirib etilgan. Boshqa Xitoy taratqularida ko'chirib tarqatilganlarimi qamal qilingan. Bu ish chet el matbuotlarining kuchli diqqatini tortgan. Angliya muhofizat gazeti va Nyu-York vaqt gazeti bu ishni tafsiliy xabar qilgan. Xalqaro muxbirlar birlashmasi Xitoy va Hong Kong bo'limining mudiri Xulining aytishicha, navbatda Xitoyda taratqular ko'p yillardan buyongi eng og'ir besimga duch kelmoqda ekan. Xitoyda faqat taratqularla emas, amaliyotda butkul jamiyatda tashvishlanish kayfiyati yamramoqda ekan. Bu nihoyatda qo'rqinchli bir ahvol. Taliban tinchlik suhbatini rad qildi. Taliban Afg'oniston hukumati bilan tinchlik suhbati uyushtirishiga qatnashmaydiganligini e'lon qildi. Taliban Afg'oniston hukumati bilan tinchlik suhbati uyushtirishiga qatnashmaydiganligini e'lon qildi. Tashkilotdan berilgan yozuvchi bayonotda tinchlik suhbatiga vakil avatmaydiganligi bildirildi. Turkiya Hurriyet to'rining 6-mart xabar qilishicha, Taliban tarafidan e'lon qilingan bayonotda oldingi shartlar qabul qilinmagan ahvol ostida bu uchrashuvlarning biror natija bermaydiganligi bildirilgan. Bayonotda chet el kuchlarining Afg'onistondan chekinib chiqib ketishi, turmalardagi Taliban a'zolarining qo'yib berilishi va qora tizimlikka kirgizilganlarning o'chirilishi talab qilingan. Taliban Amerikaning Afg'onistonga yangi askar kirgizish plani bilan Afg'oniston hukumatining harbiy harakatlariga diqqat qilgan. 2 hafta burun Pokiston, Afg'oniston, Amerika va Xitoy vakillari Afg'oniston hukumati bilan Taliban orasidagi tinchlik muzokaralarini yangidan boshlash uchun 4-qatim Kabulda uchrashgan. Koreyadagi cho'ng harbiy manevr Xitoyni andishiga soldi. Janubiy Koreya va Amerika tarixdan buyongi qatnashgan askar soni eng ko'p bo'lgan harbiy manevrni boshladi. Xitoy bo'lsa andish qilayotganligini bildirdi. Koreya axborot taratqullarining xabar qilishicha, Janubiy Koreya va Amerikaning har yili elib beriladigan birlashma harbiy manevriga qatnashadigan askar soni bu qatim 2 hassa oshirilgan. 3-oyning 7-kunidan 4-oyning oxirigacha davomlashadigan bu manevrga Koreyadan 300 ming, Amerikadan 15 ming bo'lib, jami 315 ming askar qatnashadigan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyaga yangi embargo qarorini ma'qullagandan keyin
Shimoliy Koreya xohlagan vaqtda yadro quroli qo'yib berish mumkinchiligi borligini bildirib, xalqaro jamiyatga tahdid soldi. Janubiy Koreya armiyasi bo'lsa, agar Shimoliy Koreya ig'vogarchilik qilishga petinsa, Amerika va Janubiy Koreyaning 10 hassa kuchli qaytarma zarb beradiganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hong Lei bu haqda inkas qaytarib, manevrdan andish qilayotganligini bildirdi va xalqning eshik oldimizga kelib qalaymaqonchilik chiqarishiga yo'l qo'ymaymiz dedi. Amerika Osiyo Tinch okeanga 3 bombardimonchi aeroplan o'rinlashtirdi degan. Amerika strategiya qo'mondonlik shtabi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Amerika Missuri shtati harbiy bazasidagi 3 dona B-2 Arvoh nomli strategik bombardimonchi aeroplanini Osiyo Tinch okean rayoniga yo'tkab o'rinlashtirdi degan. Amerika strategiya qo'mondonlik shtabi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Amerika Missuri shtatidagi harbiy bazasidagi 3 dona B-2 Arvoh nomli strategik bombardimonchi aeroplanini Osiyo Tinch okean rayoniga yo'tkab o'rinlashtirdi ekan. Strategik qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Hani bu aeroplanlarning yo'tkab kelinishi bizning uchrash ehtimolligi bo'lgan strategik hujumga qaytarma zarb berishga tayyorlanib bo'lganligimizni bildirdi degan. B-2 Arvoh Amerika havo armiyasining ig'ir tipdagi yushirin bombardimonchi aeroplani bo'lib, o'q-dora va yadro qurollari saplashga bo'ldi ekan. Bu xil aeroplanning loyihalanishida aeroplanning radariga qarshi iqtidori o'stirilgan ekan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Amerikaning Avstraliyaga yiroq masofalik bombardimonchi aeroplan o'rinlashtirish planidan andish qilayotganligini bildirdi. Amerika havo armiyasining Osiyo Tinch okeanda turishi qo'mondonlik shtabining bayonotchisining bildirishicha, Avstraliyadagi Amerika bazasiga B-1 strategik bombardimonchi aeroplan o'rinlashtirilgan. B-52 strategik bombardimonchi aeroplan ko'paytirilgan. Hozir bu ish kengash ustida ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hong Lei chorshanba kuni bu ishga inkas qaytarib, har qanday ikki taraf hamkorligi uchinchi tarafning manfaatiga qaratilmasligi kerak degan. Hartum Arakan musulmonlarini Sudanga kelib o'ltiraqlashishga chaqirdi. Sudan prezidenti Ömer Al-Bashir Bermada buddistlarning zulmiga uchrayotgan arakanlik musulmonlarni davlatiga kelib o'ltiraqlashishga chaqirdi. Sudan prezidenti Ömer Al-Bashir Birmada buddistlarning zulmiga uchragan arakanlik musulmonlarni davlatiga kelib o'ltiraqlashishga chaqirdi. Turkiya ovozi radiosining xabar qilishicha, Ömer Al-Bashir bu vaqtda bayonot berib, sizlarni davlatimizga qabul qilishdan xushallik his qilamiz dedi. Sudan prezidentlik mahkamasi qirg'inchilik va kishilik huquq tafsandijliklariga uchragan arakanlik musulmonlarning havo, quruqliq va dengiz yo'li orqali davlatiga kelishiga ruxsat qilishni qaror qildi. Sudanning poytaxti Xartumdagi Shehid jamoasining imomi o'tgan haftalik juma xutbasida Dunyo Arakan markazining boshlig'i Abdullah Ma'rufga Sudan prezidenti Ömer Al-Bashirning Bermadagi Arakan musulmonlarini davlatga qabul qilish va ularga rasmiy hujjatlarning berilishi uchun tayyorlik xizmatlarining boshlig'anligini jazmlashtirgan edi. Erdo'g'an Rossiyaga qiyin savol qo'ydi. Anqarada ziyarati bo'lgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan birlashma axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Turkiya Cumhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'an Rossiyaga qiyin savol qo'ydi. Anqarada ziyarati bo'lgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Cumhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'an bilan ayrim uchrashuv o'tkazdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, ikki rahbarning ayrim uchrashishidan keyin Turkiya Ukraina yuqori darajali strategik hamkorlik kengashi yig'ini o'tkazildi. Yig'indan keyin Anatoliya agentligi bilan Ukraina xabar agentligi Okrim forum orasida hamkorlik kelishimi imzolandi. Yana bir tarafdan davlat xavfsizlik organi bosh kotibatligi bilan Ukraina davlat xavfsizlik va mudofaa kengashi orasida moslashish kelishimi ma'qullandi. Turkiya Ukraina yuqori darajali strategik kengashining 5-navbatlik yig'inining natijasi to'g'risidagi qo'shim bayonot teksti imzolandi. Oxirida Cumhur raisi Erdo'g'an bilan Ukraina prezidenti Poroshenko qo'shma muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Erdo'g'an yig'inda so'z qilib, Turkiya Qrimning qonunsiz qo'shib olinishini e'tirof qilmadi va buningdan keyin e'tirof qilmaydi dedi. U yana mundaq dedi: Suriyaga kirganda Suriya doiralari bizni chaqirdi. Shuning uchun Suriyaga kirdik degan Rossiya Ukrainaga kim chaqirganligi uchun kirdi. Buni xalqaro qonunning qayeriga qo'ydi. Bu men kuchlik bo'lganligim uchun haqliqman degan mantiqdir. Bu yerda haqliq bo'lish deydigan gap yo'q.
Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Shunday qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Program oxirida ekran orqasidagi barliq guruhdagi qarindoshlarning hammasiga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Hammanglarga o'tliq salom. Assalomu alaykum.